Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib jonli efirga chiqish YouTube'da stream olib borish va stream qilish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi, shular haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga YouTube'da 1000 ta obunachi yoki 1000 ta prosmotr degan unaqa narsalar hech qaysi kerak emas. Shunchaki bizga kerak bo'ladi OBS Studio. Bu OBS Studiodan juda ko'p blogerlar, streamerlar foydalanadi. OBS Studio kerak bo'ladi. Bo'ldi, YouTube kanalimiz. Boshqa narsani keragi yo'q bizga. Birinchi o'rinda nima qilamiz? YouTube kanalimizga kiramiz. YouTube kanalga kirgandan keyin Tvorческий Studioga o'tib olamiz. Tvorческий Studioga o'tgandan keyin bu yerdan monetizatsiya bo'limiga o'tamiz. Monetizatsiya bu yerda yongan bo'lishi kerak. Monetizatsiyani ulagansiz, monetizatsiya yongan bo'lishi kerak. Uni yonmay qolishi ham mumkinmi desanglar, yonmay qolishi ham mumkin. Agar siz mana bu настройка bo'limida davlatni Соединенный Shtat emas, O'zbekistonga qilgan bo'lsangiz, monetizatsiya yonmagan bo'ladi. Va yana bizga hech qanaqangi obunachi kerak emas. Shunday nima deydi? Stream qilish uchun bizga mana bu доступность funksiya adashmasam, funksiya. Доступность funksiya. Mana shu bo'limga o'tamiz. Mayli, boshidan ko'rsataman. YouTube kanalga kiramiz. Tvorческий Studioga bosamiz. Keyin mana bu chap pastki burchakda настройкаdan kanalga, kanaldan доступность funksiyaga o'tib, mana bu yerdan ikkinchisi расширенная funksiya. Mana bu yerga shuni ochsak, bu yerda yozib qo'ygan. Biz mana bunga telefon raqamimizni ulasak, mana подтвержден номер telefona. Bunga telefon raqamini ulaganimizdan keyin biz bemalol YouTube'da translyatsiya qilsak bo'ladi va 15 minutdan ko'p bo'lgan videolarni yuklasak bo'ladi. Nomer ulash uchun men Ucell'da harakat qildim. Ucell'ga hech qanaqasiga ulab bo'lmayapti. Perfect nomerda lekin bittada ulandi. Perfectum va yana Beeline nomerlarga oson ulanadi deb eshitganman. Harakat qilib ko'rasizlar. Xullas bo'ldi. Mana shu yerga nomer ulaymiz va ketdik. OBS Studioga kiramiz. OBS Studioga kirgandan keyin mana bu pastki burchagida настройка bo'limiga o'tamiz. Настройка bo'limiga o'tgandan keyin mana bu yerda translyatsiyaga kiramiz. Bo'ldi, buni shunday qoldirib turamiz. Keyin qilamiz, unda keyin kiramiz. Bu yerdan chiqib YouTube kanalga o'tamiz. YouTube kanalda mana bu tepa o'ng burchagida создать. Создать-ga o'tib, начать translyatsiya. Bu yerga o'tamiz. Bu yerda deylik, nimani qilmoqchisiz? Translyatsiya, nimani jonli efirga olib chiqmoqchisiz? Men shunchaki test deb yozaman. Сохранить. Mana bu названияsiga bu yerga qo'yasiz xohlagan o'sha nomingizni. Deylik, biron bir futbolni yoki biron bir multfilm yoki biron bir o'yin, xullas farqi yo'q. Shu yerga shu nomini yozasiz названиyaga. И mana bu o'rtada чтобы начать трансляцию подключите видеокодер deb yozib qo'ygan. Bu yerga kiramizda как пользоваться videokoderiga kirib, bu yerda o'zi qadamma-qadam ko'rsatib qo'ygan. Mana bu ключ bor, mana 6JHJ xullas mana shunaqa. Shuni kopировать qilamizda OBS Studioga qaytamiz. OBS Studiodan настройкаga kirib, translyatsiyaga o'tkazib, использовать mana 3-ta serverni tagida использовать ключ потока для продвинутых пользователей. Shunga o'tib, mana bu yerdagi eski ключni o'chirib, videokoderdan olgan ключimizni bu yerga ставить qilamiz. Avval применить, keyin OK. Bo'ldi. Hal. Начать трансляцию. И mana bu yerda bo'ldi. OK ni bosamiz. Shu bilan bo'ldi. Уже translyatsiya boshlangan. Mana, остановить трансляцию turibdi. Ya'ni translyatsiya уже boshlangan.
Bo'ldi, mana ko'rishinglar mumkin. Meni ekranimda translyatsiya boshlandi. Mana prямой efir 5 sekund mana. O'sha holat qaytarilyapti. Pauzaga qo'yamiz. Mana shu bizga kerak bo'ladigan narsa. Завершить трансляцию. Bo'ldi. Закрыть. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Hech qanaqangi nima deydi, obunachini yoki qanaqangidir bir qiyin shartlarni bajarishni kerak yo'q. Shunchaki telefon ulaymiz, kanal ochamiz, telefonni ulaymiz va OBS studiyani skachet qilamiz. Bo'ldi. Bemalol YouTube'da jonli translyatsiya olib borsak bo'ladi. Savollar bo'lsa yana kommentariyada yozishinglar mumkin.